Ko'pchilikni talab va istaklariga binoan Chang'an Center'ni Qumariq filialida razval xizmatini ishga tushirib qo'ydik. Ukam, o'zi qanaqa apparat ishlatasan deydigan bo'lsangiz, istiqlolli 3D razvalini ishlatamiz. Ko'rib turgan mashinangiz Chang'an avtomobili. Bizda bitta Chang'an avtomobili emas, boshqa mashinalarga ham razval xizmati bor. Bemalol Chang'an Center Qumariq filialiga murojaat qilsangiz bo'ladi. Razvalni o'zi qanaqa paytda qilish kerak? Hadovoylarni remont qilganingizdan keyin razval qildirish shart. Yamalarga tushib ketganingizda razvallar ketib qolishi mumkin. Agar razvalingizni qildirmaydigan bo'lsangiz, hadovoylar ketib qolsa, двойной расходga tushishingiz mumkin. Bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilasizlar, ishinglarni cho'tki qilib bitirib beramiz.